Turkiyaga borganda go'zlama milliy taomini tatib ko'rishingiz kerak. Shaxsan o'zim ham turk mutaxassislar bilan birgalikda tayyorlab ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Yana qayerda deng, Antalya sohillarida. Shu paytgacha xamirini o'zgacha qilishadi deb o'ylar edim. Aslida esa o'zimizning suv, tuz va undan bo'lgan oddiygina xamir ekan. Faqatgina bir osh qoshiq zaytun yog'i qo'shiladi. Tayyorlanishda esa o'zining tartib-qoidalari bo'lar ekan. Oppoq fartuk va oppoqqina mato ostiga o'tirib, pastgina bo'lgan xon taxtada xamir yoyishni boshladik. Xamirni yupqagina kattakon qilib yoyib, tvorogli nachinka solib, konvert qilib o'raymiz. Nachinkasini esa xohishingizga ko'rib qilasiz. Tvorogli, qiymali, ko'katli bo'lishi mumkin. Faqatgina eng asosiy siri hammasiga pishloq qo'shiladi. Mana tayyorlab ham oldik. Endi uni katta tovamizni qizdirib, sariyog' surtib, orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Uy sharoitida oddiy tovada qilsa ham bo'ladi. Mana issiqqina go'zlama tayyor. Endi unga sariyog' surtib, bo'laklarga bo'lib, mijozlarga taqdim etsak bo'ldi. Bu videoni Turkiyaga sayohatga chiqmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.